navbatdagi pechkamiz. Etak pechka 5 kapaga olib kelib o'rnatdik. 1 o'nlik pechkamiz. Yonish jarayonlari orqa tomonni ko'rsatib o'tamiz. Bu orqa tomoni 1 o'nlik pechkamiz. Olib kelib o'rnatib stanovka qilib berish xizmati bilan olib keldik. Orqa tomonlari. Orqa tomon, oldi tomonni ko'rsatib o'tamiz yana. Yonish jarayonlari. Akamizga olib kelib berdik. Aka pechkamiz qanday? Rahmat. Mana pechkamiz yaxshi, Xudoga shukr. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Savdolaringiz barakasini bersin. Mana Xudoga shukr, mana qo'ydik, yaxshi. Qishga mazza qilib o'tiramizda, inshaalloh nasib qilsa. Qolganlarga ham tavsiya qilaman. Qo'yingizlar, yaxshi narsa ekan. Mana yonishini qarang, mana gumbillab. Inshaalloh nasib qilsa ana. Rozimisiz aka, mehnatimiz. Sizlar xizmatlaringizga rozi bo'lsangiz bo'ldi aka. Va rahmat aka. Bizlar ham rozi qilgan mehnatimizdan.